Assalomu alaykum barchaga, xayrli kun o'rtoqlar. Bugun biz sizlarga yana har doim chiqarib boriladigan gipki kamin fasadlarini obzorini qilish uchun Surxondaryo viloyat Qiziriq tumani Yetimqum Limonariya mahallasiga kelganmiz. Ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin 250 kvadratga yaqin fasadimiz nol holatda bu bitta. Begona emas, o'zimizda obunachimizda xonadoni, o'zimizda rablikamiz sotganmiz u akamizga mana hozir o'zlari fasadlarni ham bitkazishdi. Bitta uyga baho berasizlar. Yoqsa agar bemalol xizmatlardan foydalanish uchun pastdagi nomerlarga aloqa chiqasiz. Hozir bu fasad turi, xizmat ko'rsatish qanaqa bo'ladi? Video davomida sizlarga To'lqin akamiz o'zlari tanishtirib boradi. Biz esa hozir ichkaridan sizlarga ma'lumotlarni beramiz. Xonadon ichkarisiga kirib keldik o'rtoqlar. Juda zo'r, chiroyli chiqqan. Xonadonimiz 2 etajga mo'ljallanib qurilgan. Sokinlariga xohlasangiz mana bunaqa kafel yoki gipki kamin mahsulotini o'zidan ham sizga chiroyli qilib miramir fasonda qilib bitkazib berish xizmatlari bor. To'lqin akamiz o'zlari ham sherdalar. Hozir sizlarga to'liq ma'lumotni o'zlari beradi. Tanimagan, bilmagan odam bo'lmasa kerak o'zi, chunki ko'p yildan beri mana shunaqa fasad turlari bilan shug'ullanib keladi. To'lqin aka, assalomu alaykum. Umidjon, yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Qoldingizmi? Xudoga shukr. Avval assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda Umid Rashidov obunachilari. Mana Umidjon bilan bugun Qiziriq tumani markazidamiz. Ya'ni Yetimqum mahallasi Limonariyada. Bu uyimiz bitganiga bir 15 kun bo'lib qolgan, 15-20 kun bo'lib qoldi. Kafillari yaqinda bitgan-a? Kafillar 2 kun bo'ldi bitganiga, shuning uchun endi kafil bitganligi uchun endi syomka qilyapmiz. Shunday. Bu uyimiz devorlarini gipki kamin qilib berganmiz, 3 xil ranglarda 3D fason qilib, sariq, seri, qora ranglarda. Uyimiz 2 etajli uy, o'sh kvadrat 200 dan oshiqroq kvadrat bo'lgan. Bu uyda egalari ham o'zimizning akalar, tanish. 1 kvadratini общий shkaturka holatdan buyog'ini 90 ming so'mdan bitirib berganmiz. 90 ming hech narsa xarajat qilgan yo'q? Yo'q, hech narsa xarajat qilmagan. Uyda egalari faqat lesa qilib berdi. Bo'ldi. Ustalarga choynondan qarashib turadi. Choynon endi o'zbek tilida bemalol beriladi. Qolgan hamma xizmat o'zimizdan 90 mingdan bitirib berdik, eng sifatli, original variantda. Yaqinda o'zingiz aytdingiz, Samarqandda ham bitta xonadonni bitkazib keldilaringiz. Samarqandda ham bitta xonadon bitkazib keldik. Unga ham bir 3-4 kun bo'ldi kelganimizga. U yerda katta uy edi. Где-то bir 400 kvadratga yaqin bo'ldi u. 10 kun, 12 kun ishladik. Samarqand sentrida bitta uy bitirib keldik. Bu uyimiz ham oq-qora ranglarda bo'lgan. Qisqacha videolar qilib kelganmiz, rasmlar, kadr tashab beramiz. Kadr qo'ysangiz bo'ladi. O'rtoqlar, agarda mana shunaqa boshqa viloyatdan turib ham bu xizmatlardan foydalanaman desangiz, albatta hisob kitob qilinadi. Surxondaryoning o'zida 90 ming bo'lsa, yo'l kira xarajat qo'shiladi. Shunday, yo'l kira xarajatlari qo'shiladi. Bir marta borib kelinadi, o'lchanadi, dagor bo'ladi, keyin yuk, ya'ni dastlabki qilamiz, ortib borish, xullas bir 2-3 borib kelinadi. Shu rasxodlar qo'shiladi-da, qilib beraveramiz farqi. Lekin lishni unaqa ko'p summa aylanmaydi. Ya'ni shu bor kel xarajatini qoplab bersa bo'ldi bizga. Bo'ldi. Shkaturkada turgan bo'lsa bo'ldi. Endi uy oldilarini ham bitta ko'rsataman. Oldi bilan bo'lgan, juda chiroyli. Bemalol buni asosan hozir oq trendda. Hozir ko'proq uylarimiz oq, qora rang trendda bo'lib qilinyapti. Endi bu ham juda chiroyli chiqqan. Uyda egalarining talabiga binoan shunaqa fasonda qilib berganmiz. Buning turlari ko'p, 100 dan oshiq turi ko'p. Kimga qanaqa ranglar, qanaqa shaklda ma'qul keladigan bo'lsa, shunaqa ishlab beraveramiz. Agar обязательно oq-qora degan joyi yo'q. Xonadon egasi o'zi sotib olib, o'zim yopishtiraman desa, sotib olib yopishtiraman deydiganlar bo'lsa ham bemalol material beramiz. Qanchadan qilib beramiz? Obyomiga qarab 45 mingdan 50 minggacha beramiz. Kleyini, aboyni, lakini beramiz. Bir martaga ustalari bo'lsa, borib ko'rsatib o'rgatib qo'yamiz. Zo'r. Dekorativ xizmatlarimiz ham bor. Dekorativ xizmatlarimiz 120 dan 125 gacha qilib beryapmiz, shkaturka qilingan xonadonlarga. Shkaturka qilinmagan bo'lsa? Shkaturka qilinmagan bo'lsa, cho'rnova shkaturkasini kelishgan holda qilib beryapmiz. Zo'r. Umidjon, bu gipki kaminlarimiz har doim aytib o'tamiz, sifat darajasi bizda rossiyskiy juda boshqacha. Boshqa joylardagilardan uzila farq qiladi. Buni oldin ham aytib o'tganmiz, yana ham aytib o'tamiz. Ya'ni ayrim joylarda sal arzonroq qilayotganlar ham chiqyapti bitta yarimta. Endi ular hozir yangidan ish boshlaganlar, misol yangi ishni boshlab noldan harakat qilayotganlar, misol klient yig'ish uchundir, boshqadir. Endi ular o'zlariga, lekin ammo bizda har doimgidek sifat, kачество shu. Shuning uchun bizning narximiz 90 mingdan qolib ketgan. 3 yildan beri hali ham 90 mingdan. O'zi hozir bunday olganda
uyni ichini ham agar aboy qildiraman desangiz ham 100 mingga to'xtamayapti-da. 100 mingga to'xtamayapti. Ha, oddiy aboy, Shunday, qog'oz, shunday. selni yopishtiraman desangiz, masalan, 100 mingga to'xtamaydi. Chunki aboy qilish narxini o'zi 65-60 ming. Shunday. Sotib olishingiz bilan 100 mingdan qimmatga aylanadi-da. Ne только uydachi, uyda sirtlariga ham shkaturkada turgan uylariga misol oddiy bir shpaklopka tortib kraska qildiraman desa ham shu 80-90 mingga borib turibdi. Ha. Endi bunda sal xizmati ko'prog'i. Bunda endi shu narsani erinmay terib xizmati, rasxoti o'ziga yarasha. Buni endi bir marta qilingandan keyin 10 yilga garantiya beramiz. Hech qanaqa yuvib, chayib olaversa bo'ladi. Ha, issiq, sovuq. Xohlasa undan keyin ham turaveradi. Endi kimdir almashtirgisi keladi, yangilangiz 10 yilgacha xudo xolasa. Yana Bu nimadir turishiga chiqadi. garantiya. Shunday. Nimadir chiqadi, yana u ishda ham baribir. Xudo xolasa 10 yilgacha al nasib bo'lsa o'zimizda yana yangiliklar izlanib turibmiz. Kelasi yilga xudo xolasa juda ham yana ham yangiliklar qilamiz. Nasib bo'lsa. Bo'lmasa o'rtoqlar, kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga shunaqa aloqa chiqasizlar. Nomerlarda Telegram, WhatsApp, Max, Imo, xullas hammasi bor. Musofirdan aloqa chiquvchilar uchun. Qo'shimcha ma'lumotga esa agar siz Qiziriqdan bo'lsangiz, ko'rsatilgan manzilga kelib, bemalol o'zingiz ko'rishingiz mumkin yoki sex ham Qiziriqda o'zida qaysi mahallada? Rabatak mahallasida. Rabatak mahallasida bemalol borib sexda o'zida ham o'zlarining uylarini 2022 qilinganmidi? 2022. 22 qilingan edi. Hozirgacha borib ko'rishingiz mumkin. O'zimning uyimda 2022 qilingan bo'lsa, laklamaganmi shunday yotibdi, laklanmagan holatda turibdi hali ham. Sapojnik bez sapag. Shunday. Shuni laklashga endi bir tomondan vaqt topolmaymiz, bir tomondan vaqt topsak qunt bo'lmaydi, bir tomondan ham sinovdan o'tkazish uchun ham qo'yib qo'yganmiz. Mana 4 yil bo'ldi turibdi, laklanmagan. Shunday turibdi, hech qanaqa muammo bo'lgan yo'q. Xonadon egasi gapirmaydimi? Gap yo'q. Xullas, videomizni yakunlaymiz, o'rtoqlar, vaqtingizni olmaymiz, chunki vaqt oliy hakam. Shuning uchun ketgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Rahmat barchaga.